Kimsan qamoqxona qirolining o'zi meni kutib turgan bo'lsa? Xotinim bilan uchrashibsan? Xudoyim, u bu haqida allaqachon yetkazib ham bo'ldimi? Unga nima deding? Uni qilgan barcha ishlari odamning asabini egovlaydi. Sen bu yerda qirol bo'lishing mumkin, lekin tashqi dunyo meni hududim. Eshitishimcha meni do'stlarimni bezovta qilibsan. Xotining kerak bo'lsa, ularni tinch qo'y. Bu ishlarga oilani aralashtirish g'irromlik. Urushda g'irromlik degan tushuncha bo'lmaydi. Nima deysan? Gullarni sen yubordingmi? Nima haqida gapiryapsan? Ular seni nomingdan kelibdi. Nega menga ularni yubording? Qanaqa gul ekan? Xrizantema, kamiga oppoq rangda. Bular dafn marosimi uchun. Sen esa adashib menga yubordingmi? Ularni sen yubordingmi? Sen meni xotinimga 34 ta oq xrizantema yubordim. U 34 yoshda, to'g'rimi? Qoidalarsiz o'ynaymizmi? Bu meni kuchli tomonim. Yana bir marta rafiqamni bezovta qiladigan bo'lsang, senga dunyodagi eng chirkanch sovg'ani yuboraman.